Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Futbol Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, bugun kechki soat 20:30 da Manchester United Manchester City bilan to'qnash keladi. Taxminiy tarkiblardan Husanov joy oldimi? Keling do'stlar, hozirgi dasturimizda ushbu savolga oydinlik kiritamiz. Xabaringiz bor, Angliya Premier Ligasining 31-turida Josep Guardiolaning Manchester City esa Ruben Amorimning Manchester United bilan to'qnash keladi. Ushbu uchrashuvdan avval bir nechta mashhur saytlar taxminiy tarkiblarni e'lon qilishdi. Sportos Mole talqiniga ko'ra bugungi bahs uchun tarkiblar: Manchester United tarkibi: Anana, Mazroil, Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu, Mons, Garcho, Højlund. Manchester City tarkibi: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gundogan, Gonzalez, Savinho, Grealish, Doku, Marmush. Bundan tashqari 90 minut va Skuvashka nashri ham o'z versiyasida bildirayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanovni taxminiy tarkibdan joy olmagan edi. Biroq Sports Gamel sayti esa Husanovni asosiy tarkibdagi maydonga tushishini bashorat qilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bugungi Manchester City derbisi Toshkent vaqti bilan 8:30 da start oladi, ya'ni 20:30 da start olishi rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni qoldiraman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyadan topishingiz mumkin. Yana bir hamyurtimiz bugun o'ynaydimi? Roma Juventus taxminiy tarkiblari ma'lum. Shomurodov taxminiy tarkibdan o'rin oldimi? Bugun Italiya seriyasining navbatdagi turidan o'rin olgan bahsda Roma o'z uyida turnirning Juventus klubini qabul qiladi. Mazkur bellashuv uchun ko'plab mashhur saytlar o'zlari taxmin qilgan tarkiblar versiyasini taqdim etishdi. Sportos.uz sayti esa sizga bir nechta nashrlarning taxminiy tarkiblarini taqdim etadi. Sportos Mole nashriga ko'ra Roma, Sevilla, Chelik, Manchester, Edison, El Sharaveni, Kona, Christos, Parades, Angelino, Solo, Dovik. Juventus tarkibi esa Di Grego, Kalulu, Vige, Kelly, Vah, Locanto, Tjumic, McKennie, Gonzalez, Yildiz, Vlahovic. Shu bilan birga Yahoo Sports, Sports Management, Fotmod hamda Ovon Football nashrlari ham ushbu uchrashuvga o'z taxminiy versiyalarini taqdim etishdi. Eng yomon tomoni shuki, hech bir sayt Eldor Shomurodovning asosiy tarkibda maydonga tushishini taxmin qilishmabdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, mazkur markaziy o'yin soat 23:45 da start olishi rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, agarda ushbu o'yinni ham jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Ushbu Telegram kanalimizda hamyurtimiz Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodovning o'yinlari jonli efirda translyatsiya qilib beriladi do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Futbol Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.